Assalomu alaykum aziz do'stlar. Muallim soniy darslarida davom etamiz. Xudo xolasa takrorlash va mustahkamlash darslarini eng oxirida bajarishga kelishib olganmiz. Buni hozir varoqlab ko'rib bir narsani xayol qildim-da. Ozgina qopdi, xudo xolasa 2-3 ta yoki 3-4 ta darsdan keyin Qur'onga tushar ekanmiz. Qur'onga tushganimizdan keyin birinchi o'qiyotganni tomoshabinlar, talabalarimiz videolarga olib jo'natishsa, ular haqida bir video qilib turib qo'yardik. Bo'ldi. Aziz tomoshabinlar, kuzatib turganlar esingizda tursin. Biz kursning oxirida e'lon beramiz. Shu darslar orqali o'rganib kelgan o'quvchilar bo'lsa, o'zlarini videoga suratga olib yoki ovozli xabar jo'natsa ham mayli, ba'zi birlar yuzini ko'rsatmaslikni istasa, ovozli xabar qilib jo'natsa ham mayli. Maşallah. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamda bir hadislarni eslatmoqchiman bu yerda. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, sizlarning birlaringiz Allohning uylaridan bir uyga borib, bir oyat o'rganib kelishligi bitta tuyadan ko'ra unga yaxshiroqdir dedilar. Ikkita oyat o'rganishligi ikkita tuyadan yaxshiroqdir dedilar. Qancha oyat o'rgansa shuncha tuyadan yaxshi dedilar. Tuyani olasiz, so'yasiz, boqasiz yoki yeysiz, tarqatasiz, tugaydi tuya shu bilan. Lekin Qur'on o'qishni o'rganadigan bo'lsangiz, bunga amal qilish bor. O'rgatishingiz bor. Sizdan keyin kim o'rganadigan bo'lsa, uning ajr savobi o'ziga kamaytirilmagan holatda sizga ham yetib kelib turadi. O'sha tomondan ajr mukofot tomonidan undan ham ko'ra afzalroq demoqchilar. Xo'p, bugungi darsimiz qamariya harflari va vasliya hamzasi. Buni qarab turing, ikki xil tushunishimiz mumkin. Bittasi, quyidagi misollar kabi so'zlarda ham o'rtalaridagi alif o'qilmaydi deb oddiy o'qib ketaveramiz. Sal kengayadigan bo'lsak, arab tilidagi kalimalarga boshida alif va lom qo'shiladi. Buni aniqlashtirishlik uchun. Masalan, g'oyib degan kalimaga al qo'shiladi. Al-g'oyib bo'lib turibdi va boshqa harflar bilan birga keladi. Masalan, bil g'oybi. Shu paytda alif va lomdagi mana shu lom o'qilmay qoladi. Al qo'shilganda. Masalan, al-g'oybi tilga yengilroqmi yoki al-g'oybi deganimi? Al-g'oybi munosibroq bo'ladi tilga. Tushundingiz? Teng yarimdan 14 ta harflar qamariya, 14 ta harflar shamsiya harflari hisoblanadi. Ya'ni alif va lomdan keyingi keladigan harflar 14 tasida lom o'qiladi, 14 tasida lom o'qilmasdan undan keyingi harf tashdid bilan o'qib ketiladi. Demak, bu yerda hozir o'rtalardagi alif o'qilmaydi. Masalan, bil g'oybi. Bil g'oybi. Va bil axirati. Va bil axirati. Axirati. Va bil axirati. Tushundingizmi? Hozir aytgan narsani. Kal faroshi. Kal faroshi. Misol uchun agar shamsiya bo'lganda ka faroshi bo'lardi, shunaqami? Shamsiyani bu yoqda o'tamiz hozir. Keyingi harf tashdidli bo'lib ketadi. Bu ham arab tilining o'ziga xos xususiyatlaridan yengillik sari intilish bor arab tilida. Eng yengilini olinaveradi. Kal faroshi, masalan, kaf faroshi deyilsa, ma'no ham o'zgarib ketadi, umuman tushmaydi ham bu yerga. Shuning uchun lomni albatta o'qiladi. Kal faroshi. Kal faroshi. Wal asri. Wal asri. Wanhar. Wanhar. Wal mushrikina. Wal mushrikina. Shuni o'qib bering. Robbil alamin. Mashallah. Robbil alamina. Robbil alamina. Buni ikkovi bitta kalima. Siratal ladzina. Siratal ladzina. G'ayril maghdubi. G'ayril maghdubi. Mashallah. Humul muflihuna. Bo'g'in qilib. Humul muflihuna. Muflihuna. Mashallah. Laylatul qadri. Laylatul qadri. Hadaral mauti. Hadaral mauti. Hadaral mauti. Va idis tasqa. Va idis. Nega alif o'qilmayapti bu yerda? Qaysi alif? Bu. O'qilyapti, i borga tagida mana. Va idis tasqa. Ha, ana endi chiqdi. Va idis tasqa. Anfusakumustakbartum. Anfusakumustakbartum. Uzun ekan, lekin juda qiyin ekan. Qiyin emas. Oldingi darslar yaxshi o'qilmaganligi uchun qiyinga o'xshayapti bu. Ha, undan oldingi darslar.
Xo'p, shamsiya harflari. Quyidagi misollar kabi so'zlarda ham o'rtadagi lam o'qilmaydi. Attaba'u, attaba'u, oddiy attaba'u, attaba'u, as-samaru, as-samaru, ad-dakhalu, ad-dakhalu, az-zahabu, az-zahabu, ar-rasadu, ar-rasadu, صاد الرصد ar-rasadu, الزبد az-zabadu, السفر as-safaru, الشجر ash-shajaru, الصفر as-safaru, الضرر ad-dararu, الطلب at-talabu, الظفر ad-dhafaru, اللهب al-lahabu, النسب. an-nasabu. Hop, quyidagi misollar kabi so'zlarda ham o'rtadagi alif va lam o'qilmaydi. Keling, mana shularni misolini bir Qur'ondan ko'rib ketaylik-da. Shuni Qur'on o'qiysiz. Mana shuni o'qingchi. Bil Bu o'rtada alif o'qilmasligiga misol. aha. Billa billay billayli Mashallah. Billayli. billayli Mashallah. Bo'ldi, mana shu kalima kerak edi bizga. Hop, yana mana. Bu yerda alif o'qilmaydi, lam o'qiladi. al Mana shu yerdan o'qisangiz, o'rtada alif ham lam ham o'qilmaydigan, undan keyin harf tashdid qilinishiga misol bor ekan mana. bis Yana ustida tashdid bor. bisayyi Aha, bisayyi fatha, bisayyi bisayitti bis-sayyiati. bisayyati Bis- qayerda bu sayyi- yerda hozir Ba harakat bu kasra bis-sayyi mana a. Aha. Ati. ha bisayyat Bis-sayyiati. bisayyati Ha? Qoblal qablal hasanati. hasanati Bis-sayyiati qoblal hasanati. hasanati Mashallah. Mana. Alif o'qilmaydi, lam o'qiladigan. Mu va atayna. Ha. muwaatay Va atayna muwaa musal musal kitaba. kitaba Musal kitab. Alif o'qilmayapti. ha Bu yerda ham. Mana shu yerdan o'qingchi. Minal minal masjidil masjidil harami. harami Alif o'qilmadi. Bu yerda ham alif o'qilmadi. ikkita joyda Aha. minal masjidil Hop. harami Endi alif ham lam ham o'qilmaydigan holatga bitta misol ko'raylik. Alif ham lam ham o'qilmaydi bu yerda. fi Mhm. fid dun Fid fid dunya. dunya Bo'ldi. Fid dunya. fid dunya Bu yerda alif ham lam ham o'qilmayapti. Fid dunya. Mana Ha. bu yerda ham. Ya bu yerda alif o'qilar ekan. Ha. Mhm. Bil bil fah sha'i. bil fahsha'i Bil fahsha'i. bil fahsha'i Emas, bil fahsha'i. bil fahsha'i Ha? Wal deganda mana alif ham o'qilmadi. Wal wal munkari ha bo'ldi. Bil fahsha'i wal munkari. wal munkari Ajoyib, mana qarang. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. Kim shaytonni yo'liga ergashadigan bo'lsa, albatta u shayton fohishalikka va munkar yomon ishlarga buyuradi degan. Hech qachon yaxshilikka buyurmaydi degan shayton. Xo'p, bo'ldimi? Xo'p, endi bu kalimani orasida keltirilibdi. Huvattaba'u. huvattaba'u X deganda x bo'lmasin, yumshoq. Huvattaba'u. huvattaba'u Huvathamaru. huvassamaru Huvathamaru. huwathamaru Huvaddakhalu. huwaddahalu Huwadhahabu. huwadzahabu Huwarrasadu. huwarrasadu Huwazzabadu. huwazzabadu Oldingida ro bilan sod yo'g'on o'qiladigan harflar bo'lgani uchun huwarrasadu. huwarrasadu Huwazzabadu. huwazzabadu Huwassafaru. huwassafaru Huwashajaru. huwashajaru
هو السفر هو السفر هو الضرر هو الضرر هو الطلب هو الطلب هو الظفر هو الظفر هو اللهب هو اللهب هو النسب. هو النسب. Tamam. Qamariya va shamsiya harflari va vasliya hamzalari. Quyidagi misollar kabi so'zlar qo'shib o'qilganda avval kelayotgan so'z mad harflari bilan tugagan bo'lsa ham, keyingi so'zning bosh harfi bilan yopiq bo'g'in hosil qilgani uchun ular qisqa unli kabi o'qiladi. Bunday misollarda ikkita harf o'qilmay tushib qoldiriladi. Masalan, hazal baladu. هذا Baladu. البلد. Haza bitta kalima alif o'qilmay qoldi. Bundan keyingi kalimani boshidagi alif ham ikkita harf ketma-ket o'qilmay qolyapti. Hazal baladu. هذا البلد. Biz ko'proq e'tiborni agar buni grammatika jihatdan tushuntirish hozir ko'pchilik tushunmaydi buni. Shuning uchun qanday yozilgan bo'lsa, mana shunday o'qib ketishga harakat qilaveramiz. Ya'ni ko'zimizga rasmga qo'yib qo'yamiz-da buni ko'zimiz bilan. Xo'p, mal qori'atu. ما القارية Mal qori'atu. ما القارعة. Ha. Madagi alif va al-qoriyadagi alif ikkovi ham o'qilmasdan birato'la mimdan lomga sakrab o'tib ketiladi. Mal qori'atu. ما القارعة. Mal hutamatu. ما الخطمة. هذا الذي. هذا الذي. من ذا الذي. من ذا الذي. تحتها تحتها الأنهار. تحتها الأنهار. شنو بالتوزيع؟ فقل نضرب. ضاد. فقل نضرب. فقل نضرب. ذا بقولت bizda yengil. Uyg'on qo'pol harflardan. Faqul nadrib. فقل نضرب. Ha, ana. Bi'salismu. بئس الاسم. Oddiysa. Bi'salismu. بئس الاسم. Ihdinas sirata. اهدنا الصراط. Sad. Ihdinas sirata. اهدنا الصراط. Famas. اهدنا الصراط. Ha, shtakka o'xshab chiqadi. Ihdinas sirata. اهدنا الصراط. Ya ayyuhan nasu. يا أيها Ayyu. يا أيها الناس. O'zbek tili adabiyotda o'tgan shunaqa. Ayyuhannas soladi deb turib keladi ba'zi. Ayyuhannas ey insonlar degani o'zi. Qur'onda keladi bu holat, juda ko'p keladi. Ya ayyuhannasu. يا أيها الناس. Ilan nasi. إلى الناس. Alan nasi. على الناس. Fil ardi. في الأرض. Fis suduri. في الصدور. Qalu ittakhadha. قالوا اتخذ. Kha. Qalu ittakhadha. قالوا اتخذ. Qalu ittakhadha. قالوا اتخذ. Kha. Qalu ittakhadha. قالوا اتخذ. Va oxiri. Qarang. Qalu ud'u. قالوا ادعوا. Ha. Laqul ladhina. لقل الذين. Wow. Alif 3 tasi o'qilmayapti bu yerda. Laqul ladhina. لقل الذين Utul kitaba. أوتوا الكتاب. Va و aqimus. o'qilyapti bu yerda alif Ha, bu o'qiladi. harakat bo'lgani uchun. Va aqil mu Va aqimus. va aqimus Solata. solata. Va aqimus solata. Va atuz zakata. Va atuz zakata. Va atuz. Va atuz zakata. Va atuz zakata. Va atuz zakata. Va amilus solihati. Va amilus solihati. Yaxshilab eshiting.
وعملوا الصالحات وآملوا الصالحات عملوا deyinchi آملوا shu zotda amalu deyinchi عملوا amilu عملوا umilu أملوا amalu عملوا amilu عملوا ana shunaqa va amilus وعاملوا الصالحات وعاملوا الصالحات yana qaytadan شو زليبتنا وعاملوا الصالحات tamam va amilus solihat vasl qo'shib o'qish vasl deb 2, 3 yoki 4 so'zni birga qo'shib o'qishga aytiladi. Vaslalik alif ustida hamza belgisi bo'lmaydi. Hamza vaslalik alif bunday shakllarda keladi. Mana bunday shaklda. Ikki kalima bir-biriga qo'shib o'qilganda har doim o'rtadagi 1 yoki 2, 3 harf o'qilmay qoladi. Misollar mana. Ihdinas siratal mustaqim. qaysi o'qilmayapti endi bu yerda? Ihdinadagi alif, sirotudagi alif, undan oldingi lom 3 ta harf o'qilmayapti. Ihdinas siratal mustaqim. 3 ta harf. Qani bitta o'qingchi. Ihdinas siratal mustaqim. Oddiysa mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqima, lekin to'xtashda shunaqa to'xtaymiz. Bundan keyingi darsda keladi mana vaqf to'xtash. Buni ham o'tamiz. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Va hadzal baladil amin. وهذا البلد الأمين نار الله الموقدة نار الله مهدة نار الله نار الله الموقدة الموقدة كمثل الذي استوقد كمثل الذي استوقد. Bir narsani hech ham unutmanglar. Bu Qur'ondagi oyatlarda olingan kalimalar va payg'ambar sollallohu alayhi vasallam marhamat qilganlarki, qiynalib Qur'on o'qiydigan odamga 2 barobar ajr bo'ladi deganlar. Bittasi qiynalganiga, ikkinchisi o'qiganiga. كمثل الذي استوقد. Ana. Ha, yana bitta. Fattaqun narallati فاتقوا النار التي هو التواب الرحيم. هو التواب الرحيم. ما شاء الله chiqdi ha. هو ذو الفضل العظيم. ذو الفضل ذو الفضل ذو مثل ذو الفضل الرحيم. ذو الفضل العظيم. ذو الفضل العظيم. أنت العزيز الحكيم. أنت العزيز الحكيم. Xo'p, vaqf to'xtash demakdir. Qur'oni Karimda vaqf alomatlari qo'yilgan o'rinlarda biroz to'xtab, nafas olinadi. So'ng to'xtash alomati oldidagi so'zlarni o'qib tugatganda o'rniga qarab yo sukun, yo alif, yo sukunli ha, ta bilan vaqf qilinadi, ya'ni to'xtaladi degani. Vaqf qilishga oid misollar, to'xtashga oid misollar. Masalan, nasta'inu deb yozilsa, oxirdagi harakatni o'qilmaydi. Nasta'in. نستعين. Yu'minuna o'qilishda yu'minun. يؤمنون. Biz hozir o'qiganimizni shunga amal qilib o'qidik bularni hozir. Ya'lamun. يعلمون. Yusron fathali tanvin bo'lsa, yusron bo'lsa, yusro deb to'xtaladi buni. يسرى. Mana kichkina harflarda yozilgani buni o'qilishi. Bu yozilishi o'qilishda ham bunday o'qiladi. Yusro, يسرى. abada. أبدا. Cho'zmasdan o'qiyinchi oddiy. أبدا. Abadan. أبدا. Abadan yozilishi, o'qilishi abada. أبدا. Tawwaban. توابا. Tawwaba. توابا. Ghishavatun. غشاوة. Ghishawah.
G'ishava. Oxirida sukunlik ha yumshoq. G'ishavatun to'xtash bo'lganda g'ishavah deb to'xtaladi. G'ishava. Hamiyatun. Hamiyatun. Hamiyah. Hamiyah. Mumaddadatun. Mumaddadatun. Mumaddadah. Mumaddadah. Mana shu anaqani Qur'ondan ko'ramiz misollarni hozir. Sana ustida sukun Mustaqimin. o'qilib to'xtalgan paytda mustaqim deb to'xtaladi. Mustaqim. Yozilishi mustaqimi. Mustaqimin. Mustaqimin. Lekin to'xtaydigan bo'lsak mustaqim deb to'xtaydi. Mustaqim. Ha, mana uni yozilganday o'qing, keyin to'xtaganday o'qishda o'qiymiz. Ha. Qadi. Qo. Qodi. Qodiyuru. Qodirun. Qodirun. Qodirunnu. Qodirun. Qodirun. Uni to'xtaganda qodir deb to'xtaladi. Qodir. Ha. Xo'p. Mana bu Muriduna. mu'riduna. Mu'riduna. To'xtaganda Muridun. mu'ridun. Mu'ridun. Xo'p. Mana. Muslimuna. Muslimin. Muslimun. Ana muslimun ana muslimun deb to'xtaymiz. Muslimun. Maryam surasini topingchi. Qur'on shuni yoping. O'rtani ochamiz. O'rtani ochsangiz Kaf surasidan keyin Maryam surasi keladi. Teng o'rtasini oching. Mana Maryam surasini ochamiz. To'g'ridan-to'g'ri. Mashalloh. Xo'p. Mana shuni o'qib beringchi. Sobiyala. Sobiyan. Sobiyan. To'xtaganda qanday qilib to'xtaymiz? Sobiya. Ana sobiya. Sobiya. Mashalloh. Zo'r. Mana shuni o'qingchi. Shdan boshlab, shin harfidan. Shaqi. Shaqiyan. 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 Ha? Shaqiya. Mashalloh. Shaqiya. Shaqiya. Yurjaun. Yurja'un. Yurjaun. Mana shuni o'qib beringchi. Maliyana. Maliyanna. Maliyan. Maliyan. Hop, to'xtaganda o'qiladi. Maliya. 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 Hamidu. Qanaqa qilib to'xtaymiz? Hamidu. Yo'q. Hamidun bo'lsa, Hamid deb to'xtaymiz. Hamid. Hamid. Xo'p, mana uni qanaqa qilib to'xtaymiz? Xobirunni xobiru deb to'xtaymiz. Yo'q. Xobir deb to'xtaymiz. Ana xobir deb to'xtaymiz. Xobir. Oxirgisi. Chunki bu kasrali tanvinga misol bo'lgani uchun shuni tanlandi, ha. Alifdan boshlab. Alimi, aliman, alimin. 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 Hop, qanaqa qilib to'xtaymiz? Alim. Mashalloh. Alim. Alim. Mashalloh. Faqat ko'proq o'qishingiz qoldi bunda. Hurmatli tomoshabinlar, ko'rdinglar. Dars qilmaslikning oqibati nima bo'lishini. Bo'ldi. Bugungi dars bo'lmasa ham shu yergacha. Rahmat ustoz. Salomat bo'linglar. Ko'proq o'qinglar lekin.